اللهم صل على سيدنا محمد ونبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bir ikkita ota-onalarga nasihat qilmoqchi edim. Keyin shu onamiz dunyodan o'tganda salpal o'sha o'tgan boshlaridan o'tgan narsalarni aytib o'tmoqchi edim. Alloh subhanahu va taolo shunaqa oilalarga o'zi sabr bersin va bizning onamiz boshqalarga ham, boshqa ota-onalarga ham ibrat bo'lsinlar. Birinchi ota-onalardan iltimos qilardim. O'sha qari bo'layotgan odamlardan, yoshi keksayotgan odamlardan o'zlaringizni sog'liqlaringizga diqqat e'tiborda qaratinglar. Nima qonga zarari bor, nimani davleniyaga zarari bor, nima qanaqadir kasallikka olib keladi, shunaqa narsalarni musulmon kishi o'rganishi kerak. Qari bo'lgandan keyin har xil kasallarga duchor bo'lib, mubtalo bo'lib, shunaqa bir muhtoj holatga tushib qolmasin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hayotlarida bizlarga ko'rsatib berganlar meditsina qanaqa bo'lishini, ya'ni tibbiyotda. Musulmon kishi o'zining sog'limiga ham juda qattiq diqqat e'tiborda qaratadi. Qari bo'lgandan keyin har xil kasallarga duchor bo'lib, ya'ni o'zi mana shunaqa narsalarga sababchi bo'lishi mumkin inson. Misol qilib aytganda, Alloh subhanahu va taolo shunaqa xossalarni yaratgan zotdir. Masalan, qonni insonning badaniga aylanadigan qilib Alloh subhanahu va taolo yaratib qo'ydi va bu qonga ham juda ko'p kasalliklarni berib qo'ydi. Va bu kasalliklarni yuzaga keltiradigan xossalarni ham boshqa narsalarga yaratib qo'ydi. Misol qilib aytganda, inson ko'p shakar ichaversa, uni qonida shakar paydo bo'ladi. Shu shakar sahar kasal deydi rus tilida uni, diabet kasal. Bu birinchi etapi bor, keyin ikkinchi etapi bor, uchinchi etapi bor, juda qattiq kasal. Buni uchinchi etapga o'tgandan keyin buni hech qanaqa nimasi yo'q. Mana bu bor bo'lgan kapitalistik tibbiyotida hech qanday davo yo'q u kasalga. Endi islom nuqtai nazaridan uni masalan hijoma juda qattiq yordam beradi, zo'r yordam beradi. Shu bizni onamizga ham shunaqa kasal bor edi, uchinchi etapga o'tgandan keyin shunaqa mazalari juda qattiq qochib qoldi. Shunda aytmoqchimanki, ota-onalar o'zlaringizni sog'liqlaringizda o'zlaring o'ylanglar. Hozirdan, ya'ni yoshlik paytingizdan, siz 40 ga kirdingizmi, 35 ga kirdingizmi, shu paytdan o'ylash kerak va sog'liqqa zarar beradigan yoki keyinchalik kasalliklarni keltiradigan shunaqa narsalarni iste'mol qilmaslik lozim. Chunki sog'liqqa ham Alloh subhanahu va taolo huzurida qiyomatda biz hisob-kitob beramiz. Sog'liqimizga ham. Alloh subhanahu va taolo bizga berib qo'ygan omonatdir bu sog'liq ham. Qaysi tomonga sarfladik, bunga diqqat e'tiborda qaratdikmi, yo'qmi, tashab qo'ydikmi, bunga ham qiyomat kunida inson hisob-kitob beradi. Shunda birovlarni, ya'ni farzandingiz bo'lsa ham baribir farzandingiz doimo sizga qara olmaydi. Uni ham o'zining hayoti bo'lishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin, qanaqadir musibatlar bo'lishi mumkin, qochib ketishi mumkin, muhojirda bo'lishi mumkin, masalan hijratda bo'lishi mumkin. Shunda o'zlaringizni sog'liqlaringizni o'zlaringiz himoya qilinglar, ya'ni boshidan mana shu narsalarni qarab chiqib, o'rganib chiqib, nimaiki sog'liqlaringizga zarar keltirsa, u narsalardan yiroq bo'linglar. Chunki ota-onalarning ko'pi shu O'zbekistonda aynan shu sahar kasal, qand kasallik og'riydi. O'zbekistonda tibbiyotini bilamiz. Agar ularning qo'llariga tushsangiz, Alloh ko'rsatmasin, u bir bandada, bir banditlar kelgan davlatda bor pulingizni shilib oladi, hech qanaqa nimasi yo'qdan, uni natijasi yo'q. Aksincha, tibbiyotlari sizga zarar keltiradi. O'zbekistondagi tibbiyot bu insonlarga zarar keltiradigan tibbiyot. Bu qanaqadir odamlarga manfaat keltirmaydi. Xulosa shuki, O'zbekistonda masalan oldin kommunizm davrida shunaqa bandalar bor edi. Agar xabarlaring bo'lsa, vor zakon deyishardi. Qanaqadir to'dalar banda bo'lib bir-biriga qarshi urushardi, davlatdan o'g'irlik qilishardi, odamlarni uylaridan o'g'irlik qilishardi. Shunday davlat ularni qamatardi, ularga qarshi kurashardi kommunizm davrida. Lekin kommunizm ketgandan keyin shunaqa banda, shunaqa banditlar, shunaqa to'dalarni bir nechtasi davlatga kelishdi. Ya'ni o'sha kommunizmda vor zakon degan odamlar bugungi kunda hozir davlatga kelgan, davlatni boshqaryapti. Bu aksincha bo'lib qoldi. Ya'ni bir banda, bir guruh keldi davlat ustiga, davlat qilmadi-yu, bir hukumat qilib qo'ydi. Ya'ni hokimlik, ya'ni zo'ravonlik. Shunday qilib xalqning ustidan zulm o'tkazadigan, zo'ravonlik qiladigan, mol mulkini tortib oladigan,
ularni hech qanaqa yordamchi tashlab qo'yadigan shunaqa bir to'dalar boshqaryapti. O'zbekiston davlatini, Tojikistonnimi, hukumat desak davlat emasda. Davlat bo'lgandan keyin qanaqadir struktura bo'lishi kerak. Ularda na struktura bor, na qonun qoida bor, na qanaqadir qonunlarga amal qilishadi. Ko'rasizki, kasha kommunizm davridagi xalqni ichidan chiqqan banditlar, o'sha banditlar bugungi kunda davlatni ustiga kelib, hukumatni ustiga zo'ravonlik qilishyapti. Ya'ni biz shunaqa vaqtda yashayapmiz. Shuning uchun bu to'dalar hech qachon xalqning manfaatini o'ylamaydi. Xalqning ustidan aksincha zulm qiladi, mollarini, pullarini tortib olaveradi. Kasal bo'lsa, hatto kasallik paytida ham pullarni shilib olib, hech qanaqa yordamni ko'rsatmaydigan shunaqa bir hukumat. Shuning uchun sog'liqlarga diqqat e'tiborni qaratish kerak. Men ota-onalarga shunaqa tavsiya qilardimki, o'zlaringizda sog'liqlaringizda o'zlaring fikrlanglar, o'sha narsalarga diqqat e'tiborni qaratinglar, qarilik kelmasdan. Undan tashqari farzandlaringizda tarbiyalariga juda qattiq diqqat e'tiborni qaratinglar. Farzandlaringizda birinchi buzib tashlaydigan, to'g'ri yo'ldan ozdiradigan to'da bu davlatga kelgan, hukumatga kelgan o'sha banditlar to'dasi. Ular farzandlaringizni ateist qilishga harakat qilishadi. Sizlarga zulm o'tkazadi, qo'llaringizga tortib olishga harakat qiladi. Dinlaringizga qarshi kurashishga harakat qiladi va harakat qilishyapti ham. Butunlay sizlarning farzandlaringiz na erkak, na ayol ekanligini bilishni xohlamaydi ular. Ularni shunaqa holatga keltirib qo'ymoqchiki, ustida qanaqa zulm bo'lsa, zulmda bu rahmat, bu zo'r bo'lyapti, bu bizning vatanimiz, bu bizning prezidentimiz bizni yaxshi ko'rgani uchun shunaqa zulm ko'rsatyapti deb shunaqa fikrlaydigan qilib qo'yishadi. Shunda sizlar yoshliklaringizdan farzandlaringizda uylaringizga normalni tarbiya beringlar. Agar tarbiya bermasalaring bu davlat buzib tashlaydi. Asosiy dushman, bizlarning ustimizda turgan asosiy dushman bu davlatda kelgan odamlar, bu hukumatni boshqarib turgan to'da. Mana shuni har bittang aytib o'tinglar farzandlaringga. O'zlarining dushmanlarini tanib olishsin. O'zlarining dushmanlari o'zlarining ustida turibdi. Mana shu dushmanlarga kelgusi zamonlarda, bizdan keyin shunaqa o'zlarining farzandlariga yana ular o'rgatishmasin bularga ibodat qilishdi. Mana shu farzandlaringizda tarbiyalariga diqqat e'tiborni qaratinglar. Men iltimos qilardim ota-onalardan. Men alhamdulillah Allohga shukr shunaqa onani beribdi Alloh subhanahu va taolo, o'zining omonati edi. Buni olibdi Alloh subhanahu va taolo, alhamdulillah. Onam haqlarida qanday qilib meni tarbiya qilgan va ukalarimni tarbiya qilgan, mana shuni inshaalloh ozgina bo'lsa ham aytib o'taman. Bizning yoshligimizda onamiz shunaqa, biz maktab o'qiyotgan paytimizda onamiz birinchi bizga alhamdulillah la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalimani o'rgatgan odam meni onam. Har bir uxlayotgan paytimda kelib turib, bolam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyish kerak. Shunda uyqung zo'r bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo senga sakinat uyqu beradi deb menga tushuntirardilar. Keyin men so'rardim, "Oyi, bu la ilaha illalloh degani nima?" Endi sal bo'lsa bunday arab tilidan bilmasdilar, la ilaha illalloh deb gapirardilar. Shunda aytdilar, bu Allohdan o'zga iloh yo'q degani, bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam u zotning payg'ambari degani. Va siz qayerdan buni o'rgangan desam, menga ham ota-onam o'rgatganlar. Shunaqa onalari Afg'onistondan bo'lgan oyimda. Shunaqa o'rgatgan bu narsalarni biz shunaqa farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak. U zotga iymon keltirish kerak, u zotdan qo'rqish kerak, uning mavjudotlari bor, u mavjudotlardan qo'rqmaslik kerak bolam. Deb shunaqa har bir uxlayotgan paytimda shunaqa tavsiya qilardi. Ya'ni shunaqa ma'ruza o'tkazardilar o'sha O'zbekistonda bo'lgan paytlarimda. Keyin alhamdulillah meni qo'limdan olib shu 9 yashar paytimda Tojikistonlik nima bor edi, haligi Muhammad hujra bor edi. O'sha hujraga birinchi olib borib, hujraga qo'yib, mana shu Allohumma salli ala sayyidina Muhammad arab tilini, islom tilini shunaqa o'rgatishimga sababchi bo'lganlar. Madrasada birinchi qo'ygandilar. O'sha madrasada o'rgangandan keyin uyga qaytardim, doimo o'zlariga dars berardim. Arab tilini, masalan, ma'lumot soni, tajvid qoidalarini, shunaqa darslarni mendan o'rganardilar. Ya'ni men borib, piyoda borardim, bir xato qilmasam birinchi hujramiz yaqin edi, bir
400-500 metrga yetgan uzoqroq edi. Ikkinchi marotaba Karimov davrida zulmlar kuchaygandan keyin bu tojik ustozlarimizni O'zbekistondan deport qilgandan keyin o'zbek akalarimiz bor edi. O'sha o'zbek akalarning uylariga borardim. Gideta xato qilmasam 6 kilometr, 7 kilometr tog'li tomonda Surxondaryoda borish kerak edi. Piyoda borib ilm o'rganib qaytib kelardim doim. Shunaqa onamga ham o'rgatardim. Undan tashqari masjid imomlaridan shunaqa ilm olardim, o'rganardim. O'sha ilmlarni hammasini men oyimga ham o'rgatib kelganman, lekin meni ilm o'rganganimga sababchi bo'lganlar o'sha kishi, alhamdulillah. Keyin bir qancha vaqt o'tib, mujohidlar bilan tanishganimdan keyin Allohning yo'liga jihad qilishni farz deb bilganman. Mulla Umar degan shunaqa odam bordilar Afg'onistonda, o'sha kishi bilan aloqador edik. O'sha paytlarda o'zida keyin Hizbut Tahrir bilan men uchrashganman. Uchrashganimdan keyin Hizbut Tahrir yigitlari bilan gaplashgandan keyin sal men da'vat yo'lini o'zlashtirib olgandan keyin qo'limda benzopilan bor edi. Bunaqa benzin bilan ishlaydigan arram bor edi. O'sha atayin tog'li joylarga ishga borib, daraxtlarni kesib, pul ishlardim, ham ma'ruza qilardim, da'vat qilardim, o'sha yerlarda uxlab, haftalab o'sha yerda ishlab, ularga islomni yetkazardim. Shunaqa bir uzoq tomonda Senna degan joy, Xovat degan joy, Tamshush degan joylar bor edi. Ular Karimov vaqtida nima qilib tashlashdi, uni tekislab tashlashdi. O'sha joylarga yaqin tog'li joylarda shunaqa musulmonlar bor edi, yashardi. Bunday boshqacharoq qilib aytganda, sivilizatsiyadan uzoq bo'lgan, telefon nimalari ko'p bo'lmagan shunaqa odamlarga borib da'vat qilardim. O'sha yerda otamizni tanishlari bo'lgan, otam KGBda ishlagan, undan keyin SMBlar bilan ishlagan. O'shalar ko'rib qolishdi, men ma'ruza qilayotgan paytimda sen faloncha Najmiddinning o'g'limisan deganda, men ha o'sha kishining o'g'liman deganda, seni otang normal odam. Ya'ni normal deyotgan paytda u islomdan uzoq bo'lgan, islom tanimaydigan, kommunist bo'lgan shunaqa odam. Sen nima qilib yuribsan deb menga shunaqa gapirishdi. Sen nima vahobiy bo'ldingmi deyishdi. Keyin uyga qaytsam, otamga telefon qilib aytishibdi. Bolang shunaqa vahobiy bo'lgan, shunaqa odamlarni to'g'ri yo'ldan ozdiryapti, ya'ni ateizm yo'lidan islom yo'liga qaytaryapti. Bunga aytib qo'ygan, bu qamalib ketmasin deb shunaqa aytishibdi. Keyin otam kirdilar, men o'tirgandim. Dedilar, so'kishni boshladilar. Sen vahobiy bo'lsan, falon bo'lsan, seni unday qilamiz, bunday qilamiz, seni birinchi qamatib qo'yaman, shunaqa nimalarga beramiz, topshiramiz, telefon qilaman deganda, o'sha yerda oyim o'tirgandilar. Oyim o'tirib menga qarab qori delardilar. Qori deb chaqirardilar. Qorijon nima bo'ldi deganda, oyim bilmayman, shu islomga da'vat qilganim yoqmagandirmi bu kishining do'stlariga. Men tushunmayman nima uchun bu odam bunaqa gapiryaptilar. Men hech qanaqa gunoh qilmadim-ku desam, sen vahobiy bo'lgan dedilar otam. Oyim menga qarab turib, bolam bu vahobiy degani nima dedilar. Men aytdim, balkim Abdul Vahhob, ya'ni Al-Vahhob degan Alloh subhanahu va taoloning sifatlariga aloqador bo'lgan gap bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha zotning bandasi Abdul Vahhob degan bo'lishi mumkin. Ya'ni vahobiy deganda Allohning bandasi degan ma'noni anglatsa kerak. Boshqasini bilmayman oyi desam, agar sen vahobiy bo'lsang, men ham vahobiy dedilar. Agar bolamni qamatsang, men ham qamatib dedilar. Nima qil? Shunda otam so'kib chiqib ketdilar. Ya'ni nimaiki bo'lsa, haligi holatlar bo'lsa doimo mamashka men tomonda edilar. Juda islomni yaxshi ko'radigan, Allohni yaxshi ko'radigan shunaqa bir sodiq odamlardan bo'lganlar. Keyin shu musibatlar keldi. 14-yil uyimizni o'sha banditlar, najosatlar bosib olishdi. Bir nechta shogirdlarimni borib qamatishdi. Anvar degan ukam bor edi. Men o'sha paytda Ukrainaga borgandim, Qrimga borsam, o'sha yerda da'vat ishlari bilan edim. Uyga qaytib boraman deyotgandi. Bu 13-yillar edi Qrimga borganim. 14-yil uylarimizni bosib olgan. Ukamni olib ketishgan, Anvar degan ukam. Undan keyin Abdurahmon edi. Abdurahmon ikkinchisi. Uni hozir qamatganlar, hozir qamoqda o'tiribdi. Anvarjonni 3 oy bular ushlab shunaqa nima qilgan. Shunaqa zulm o'tkazgan. Bolalaringni chaqiringlar, bolalaring kelsa, ya'ni men Mansur kelsa buni qo'yib yuboramiz degan. Shunaqa zalokka ushlab turgan. Iflos najosat shunaqa banditlar
Allohning la'nati bo'lsin bularga. Alloh bularni dunyoda bizni qo'limiz bilan xor qilsin. Shunaqa qattiq azoblarni ko'rsatgan ukamga, keyin ukam chiqqandan keyin u hozir hijrat qilgan, endi joyini aytmayman, uyda emas. Chiqib ketdi. Shunda ota-onamga juda qattiq zulmlar bo'lgan o'sha vaqtda. Keyin meni oyimni chaqirgan, hamma qishloqdagi odamlarni, ya'ni o'sha ayollarni hijoblarini yechintirgan. Bu najosatlar doimo hijobga, saqolga osilganda, shunaqa hijoblarni yechib tashlanglar, biz gapirmaymiz deganda, oyim ularga qarab turib, senlar Alloh senlarni bir tomchi manidan yaratganini unutibsizlar deganlarda, ovqatga olib kelganda mana bu senlarning qo'llaring musulmonlarning qo'llarida, musulmonlarning qonlarida botib ketgan. Bu qo'llardan yeyishni o'zi shariat. Muhammad. Musulmonlarni qonlariga botib ketgan. Men yemayman deganlar. Momoshga qattiq zulm o'tkazgan bu najoslar. Bir kun ochlikdan ushlab turgan, hech narsa bermagan, pastda bir sutka ushlab turgan, ochlikda bitta kameraning ichida. Chiqdilar, keyin menga svязga chiqqanlar. Bolam shunaqa zulm bo'lyapti, lekin sendan bitta narsani iltimos qilaman dedilar. Sendan bitta narsa iltimosim bor. Agar meni rozi bo'lishimni xohlasang, Allohning dushmanlarini hech qachon oldilariga boshingni yekma deganlar. Boshingni egilmagin bularni oldilariga hech qachon. Alloh subhanahu va taoloning zotiga iymon keltirgan odam mana bu najoslarni oldiga boshini yegmaydi. Sen bilan Allohdir degandilar. Agar bularni oldilariga qaytib kelsang, bularga tavba qilsang, men sendan rozi emasman dedilar oyim. Bularga qanday qattiq turgan bo'lsang, shunaqa turasan o'la-o'lguncha. Agar sen meni bolam bo'lsang deb turib shunaqa nasihat qilardilar. Duolarida doimo musulmonlar haqida, meni birodarlarim haqida duo qilardilar. Ki sizlar ashobi Kahf bilan qiyomatda tirilinglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni ashobi Kahf bilan tiriltirsin deyardilar. Agar sizlar Alloh bilan bo'lsalaring, sizlarning oldilaringizga kim turishiga ahamiyat bermanglar. Mana bu Allohning diniga qarshi kurashayotgan, mana bu buzuq, mana bu Allohning la'nati bo'lgan odamlarga hech qachon diqqat e'tiborda qaratmanglar. To umring boricha turgan joyingga tursang, men sendan roziman bolam. Agar mana bu Allohning dushmanlariga bo'yiksang, agar kelsang bularga xizmat qilsang, bizda qo'shnilarimizga o'xshab shunaqa ba'zi bolalar qaytib borib ularga tavba qilishdi, bularga tavba qilsang, men sendan rozi emasman. Agar meni roziligimni xohlasang, hech qachon bularni oldilariga boshingni yegmagin. Chunki sen bilan Allohdir. Bular bilan kim deyardilar. Shunaqa nasihat qilardilar. Alhamdulillah, ba'zilar ko'pi masalan savol berishardi, nima uchun shijoatingiz bor, juda zo'r gapirasiz deb. Chunki menga onam shunaqa shijoat berardilar. Yoshligimda alhamdulillah shunaqa tarbiya qilganlar. Meni otam to'g'risi qo'rqoq odam. Shu davlatning nimalaridan, hukumatning nimalaridan qo'rqadigan, ularga xizmat qiladigan edilar. Hozir tavba qilganlar alhamdulillah. Lekin oyim hech qachon bulardan qo'rqmaganlar va hech qachon qo'rqishga da'vat qilmaganlar. Allohning yo'lida tursang, Allohni deb shahid bo'lgin. Agar sen meni roziligimni xohlasang, Allohni hech qachon tark qilmagin. Sen bilan kim ekanligini unutmagin deb shunaqa menga nasihatlar qilardilar. Aytmoqchiman, ota-onalarga farzandlaringizni shunaqa tarbiya qilinglar. Allohni yaxshi ko'radigan, payg'ambarni yaxshi ko'radigan, o'z dinini yaxshi ko'radigan, o'z g'oyasiga turadigan shunaqa jiddiy farzandlarni tarbiya qilinglar. Mana bu Allohning dushmani bo'lgan, islomning dushmani bo'lgan mana bu najosatlarni qo'llariga bolalaringizni tashlab qo'ymanglar. Bolalaringizni o'zlariga o'xshaydigan shunaqa inson jirkanadigan shunaqa mavjudotlar qilib qo'yishadi. Shunda o'z bolalaringizga qattiq diqqat e'tiborda qaratib, ularni o'zlaring tarbiya beringlar va shijoatni farzandlaringga o'rgatinglar. Alloh subhanahu va taolo meni oyimni o'z rahmatiga olsin. Birodarlardan men so'rardimki, kim taniydi meni, o'sha oyim haqida janoza o'qinglar, duo qilinglar. Bu musulmonni oldidagi burchidir, iltimos qilardim. Ismlari Sayyida va Marfat. Allohni yaxshi ko'radigan shunaqa solih insonlardan bo'lganlar, hech qachon zolimlarni zulmiga to'xtamaydigan va bularning ma'lumatidan qo'rqadigan odam bo'lmaganlar.
ayol bo'lsalar ham doimo g'oyaga turganlar. Shuncha zulmlar bo'lganda o'ldiramiz deb shuncha ukamni qamatishgan, meni surgun qilishgan, pistoletlar bilan kelgan, o'ldiramiz, otamiz, hijobingizni chiqaring deganda hijobda yechmaganlar. Va meni qizimga ham shu tavsiya berganlarki, bu najosatlarni gaplariga hech qachon quloq solmagin. Chunki seni meni Alloh buyurgan. Seni menga Alloh buyurgan hijob kiyishimizni deb shunaqa meni qizimga ham tavsiya qilib kelganlar. Alloh subhanahu va taolo mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'z rahmatiga olsin. Shunaqa onalar ko'p bo'lishida Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz va ota-onalarga ham tavsiya qilardimki, farzandlaringizni shunaqa nima qiling, shunaqa tarbiya qilinglar. Janoza birodar g'oyib janoza o'qiladi. G'oyib. O'sha o'lgan odamga g'ayb ismini olib, o'sha 4 ta takbirotda aytasiz. O'sha odamga nima qilasiz? Ya'ni o'sha bag'ishlaysiz o'sha janozangizda. O'sha nimalarni, savoblarni. Bu g'ayb janoza deyiladi. G'ayb janoza bor shariatda ham. Agar esingizda bo'lsa, Najoshiy iymon keltirganida va bu iymonini hech kimga aytmasdi, yashirib yurardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u o'lgandan keyin Najoshi dedilar. Dunyo ustun kelibdi-da dedilar. Birodarlaring o'ldi, dunyodan o'tdi. Unga janoza o'qinglar dedilar. O'sha yerdan o'sha hadisdan ba'zi ulamolar aytishadi, musulmon kishi fosiq bo'lsa ham, uni qanaqadir iymoni zohir bo'lsa, iymoni ayon bo'lsa, uni ustida o'qiladi janoza. Va janoza g'oyib janoza bo'ladi va voqelikdagi janoza bo'ladi. Inson agar g'aybda bo'lsa, ya'ni boshqa shaharda, boshqa mamlakatda bo'lsa, o'lgan bo'lsa, unga g'ayb janoza o'qiladi. O'sha g'ayb janozani niyat qilib, 4 ta takbirotlarni aytib, o'sha oyimda ismlarini aytib, o'sha kishiga baxshish, o'sha nimalarni, savoblarni bo'ldi. Qiyin joyi yo'q. Alloh subhanahu va taolo hammamizdan rozi bo'lsin, birodarlar. Inshaalloh iltimos qilardim, yangi kanal ochganman, Din Faxri degan kanalim. Eskisini blok qilishda o'tda qarab 30 ming nima bor edi, podpiska bor edi. 50 ga yaqin sali bo'lsin, 50 ta 55 ta bo'lsin, keyin translyatsiya o'tkazsa bo'lar ekan. Shunga yordam bersalaring, podpiskachilar yig'ib, hatto 50 ta odam bo'lsin, keyin o'sha yerda o'tkazardik. YouTube'da yaxshiroq bu yerdan ko'ra. Men to'g'risi bu yerda yaxshi tushunmadim. Alloh subhanahu va taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shunaqa onalarni ko'paytirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Saida va Ma'rifat. Saida va Ma'rifat. Ma'rifat ismlari. Kommentariy yozib qo'ydim.